Söz avtorlarini davramizga taklif qilamiz. Olimjon, Po'latjon do'stimizning ukalari Foziljon, kelinimizning dugonalaridan Gulhayoxon hamda Lobarxon. Marhamat ismlari mana shu yerda aytilgan hamma insonlar davramizga taklif qilamiz. Dugonam Surayoxonga baxt tilayman, doimo baxtlimiz. Dugonam Lobarxon fikriga qo'shilgan holda dugonam Surayoxonga hamda ularning bir umrlik umr yo'ldoshlari bo'lmish Obidjon akaga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Surayoxon dugonamizning xuddi qalblaridek toza baxt tilab qolaman. Jaloliddin, Foziljon, Olimjon, iltimos sizlarga Obidjonga hamisha baxt tilaymiz, kelmaymiz bilan. Obidjon akaga ham baxt tilayman, doim baxtli bo'lsin. Akam nomidan ham baxt tilayman. Assalomu alaykum. Mana shu Fazla xonadonga yo'llangan aziz mehmonlar. Mana bugun mana shu xonadonga qatnashganlar bilan savozlar ikamiz Obidjon, bir yo'ldoshlar bo'lib so'raganlarga hamisha baxt, omad, saodat tilayman. Mana shu ukam nomidan kelib, ukam nomidan hamisha baxt tilayman. Obidjon aka hamisha baxtli bo'lgin, ha? Bayta Rasidan xizmatdoshing akalaring bor. Shular hammasining nomidan baxt tilayman aka. Baxtli bo'lgin aka, ha? Davramizga taklif qilamiz, marhamat. Canım seni sevip aldım, güzel seni sevip aldım. Canım seni sevip aldım. Senin gözlerin çıraylı, uçlarların çıraylı. Yolları beni her görgende, seni hammadan çıraylı. Güzel seni sevip aldım, canım seni sevip aldım. Güzel seni sevip aldım, canım seni sevip aldım. Güzel lala sen dengi yok, sevgi bende şeyda yok. Osmanlı yıldızın sen benim, müceler kıyıya gitmedim. Güzel seni sevip aldım, canım seni sevip aldım. Güzel seni sevip aldım, canım seni sevip aldım.
Davom etamiz so'rovlarga. Yaşanglar, yaşanglar, kam bo'lmanglar oxiri. Mana shu yerda so'zga chiqqanda hamma onalar haqida gapiradi. Haqiqatan jannat onalar oyog'i ostida deb do'stlar. Onangizni duosini olsangiz har doim emas, hamisha baxtli bo'lasiz. Hamisha baxtli bo'lasiz. Lekin har doim mana shu so'zni aytamiz, bitta inson esdan chiqib ketib qoladi. Ota-chi, ota. Ota shunday inson bo'lar ekanki, farzandini qiynalganini ko'rar ekanda do'stim. Ko'z yoshini ko'ziga yo yerga tomizmas ekan. Haqiqiy erkakning ko'z yoshi ichiga tomar ekan do'stim. Otalar shuning uchun qadrli bo'lar ekanda. Bu yerda bitta gap bor. Ota rozi, Xudo rozi degan. Bu gaplar bekorga aytilmagan. To'g'rimi do'stim? Bizdan katta insonlar aytib kelgan. Siz onangizni ham, otangizni ham duosini oling, o'shanda baxtli bo'lasiz. Mana shu yerda endi Bahromjon akamiz mana shu yerga yig'inib, necha yillardan beri mana farzandli bo'ldim deb, Obidjon siz tug'ilganingizda qanchalik quvongan bo'lsa, bugun yana bir marta shunchalik quvonib turibdi. Chunki bitta farzandi ikkita bo'lyapti do'stim. Shunchalik xursand bo'lib quvonib turibdi. O'shaning uchun mana bu yerga Bahromjon akamizning do'stlari mana shu yerda o'tiribdi ekan. Mana shu insonlarni ham davramizga bir taklif qilamiz. Odamni o'zi qarasa ham ko'ngli qaramas ekan do'stim. Bular yoshligini eslab qoldi. Mana shu insonlarni davramizga taklif qilaylik. Bahromjon akamizning do'stlari mana shu yerda o'tirgan, xizmat qilgan, necha kundan beri mana shu yerda xizmatda bo'lgan do'stlarni hammasini davramizga taklif qilamiz. Davramizga taklif qilamiz sinfdoshlar, akamiz sinfdoshlar bilan. Davra sizlarga muntazir. Yemanim yoshligim. Davom etamiz, marhamat. Qani akamiz o'zi, Bahromjon akamiz. Keling birgaliklar. Davom etamiz. Qani boshlayapsan? Yoshlik seni o'ylamagan kim, ertaklarda so'ylamagan kim, qariganda kuylamagan kim, do'st sog'inib yig'lamagan kim. Emanim yoshligim, 18 yoshligim. Haydasan sevgim. Oyizli qalam toshligim. Olimga mushlimasdan. Asli mening o'zimsan, kecham kunduz qo'shiq kuyimsan, hayolimda doim o'zingsan, nolalarim dardli so'zimsan. Qani boshlayapsan? Emanim yoshligim, 18 yoshligim. Haydasan sevgim. Oyizli qalam toshligim. Davom etamiz so'rovlardan. Akamiz so'rovlarga.
Sabarjon hamda Muhammadjon. Sabarjon bilan Muhammadjon kelinimizning dugonalaridan Gulnozaxon hamda Go'zalxon deganlarini taklif qilamiz ekan. Lol qolsin ko'kdagi yulduzli osmon, tam bersin hattoki ko'kdagi osmon. Hamisha sevishda davom eting do'stim. Sevgan insonni ko'ngli yomonlikdan yiroq bo'lar ekan. Obidjon, sevishda har doim davom eting do'stim. Dugonam Surayyoxonga baxt tilayman, doimo baxtli bo'lsin. Dugonam Surayyoxonga baxt tilayman, doimo baxtli bo'lsin. Ovoz eshitilmadi. Gapirishni bilmasangiz. Sadaqa sadaqa. Ikki yoshga hamisha baxt tilayman, shu Obidjon do'stimga doimo baxt tilayman, doimo omadini beraversin. O'rtamiz fikrga qo'shilgan holda ikkala yoshga baxt tilaymiz, hamisha baxtli bo'lsin. Obidjon hamisha baxtli bo'l o'rtoq. Mana ishda to'dalik o'rtoqlar bor, hammasi baxt tilayapti. Hamisha baxtli bo'l o'rtoq. Do'stlaringiz baxt tiladi Obidjon. Ko'zlaringni qarosidan o'zim ko'raymen, qo'llaringdan ushlab shirin suhbat quraymen. Ko'zlaringni qarosidan o'zim ko'raymen, qo'llaringdan ushlab shirin suhbat quraymen. Seni bir ko'rganda, yuragim tez turganda, so'zing olmasa undan yordam so'raymen. Olma, o'yinday qolma, ko'nglimni yoqma, go'zal uchrashganda ko'zlaringni qoqma. Olma, o'yinday qolma, ko'nglimni yoqma, go'zal uchrashganda ko'zlaringni qoqma. Danışma sen bilen azaldan azal. Bunların uzun gına güzelden güzel. Danışma sen bilen azaldan azal. Kıyamet mı değilsen hiç bana bire. Dengi yok anında mahidura. Kıyamet mı değilsen hiç bana bire. Dengi yok anında mahidura. Mahidura, mahidura. Danıştık sen bilen Moskova'da. Mahidura, mahidura. Rus'tek oynamam daytıpada. Mahidura, mahidura. Danıştık sen bana Moskova'da. Mahidura, mahidura. Rus'tek oynamam daytıpada. Karanlığın yanında denizler başı, sevgimli ay tabanından dayıp başı. Karanlığın yanında denizler başı, sevgimli ay tabanından dolup başı. Yaşırma, yaşırma izin benden, her karanlığın başka da senden. Yaşırma, yaşırma izin benden, her karanlığın başka da senden. Mahidura, mahidura, danıştık sen bilen Moskova'da. Mahidura, mahidura, Rus'tek oynatmam daydı bana. Mahidura, mahidura, danıştık sen bilen Moskova'da. Mahidura, mahidura, Rus'tek oynatmam daydı bana. Yaşa. Yashanglar rahmat. O'ynoru oyoqlarga mo'rib ketchakdi. Yana bilmadim-ku, lekin kim uchundir qandaydir, lekin men uchun yo Obidjon uchun, misol Xonobodda balki juda ko'p insonlar uchun hurmatlidir u inson. Mana shu yerda so'zga taklif qilamiz Azizxon aka hamda o'g'il opalarni so'zga taklif qilamiz. Boshqa hech kim chiqmaydi. Mana shu insonlar uchun davramizni bo'shatib beramiz. Mana Assalomu alaykum.
aziz mehmonlar, xush kelibsizlar hammalaring. Obidjon baxt tilaymiz. Kelajak ishlaringizga omad. Kelinimiz ham mana shu xonadonga omad, baxt o'tgani rost bo'lsin. Baxtli bo'linglar, doimo mana shu el yurtimiz orasida eng namunali ibratli oilalardan biri bo'linglar, xudo xolasa. Ana kechadan beri yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar bildirilyapti. Ana shularning hammasiga qo'shilaman. Sizlarga doimo baxt tilayman, salomat bo'ling. Azbek mesitman qo'ymaygan. Assalomu alaykum. Ularning umr yo'ldoshlari Surayxonlarga baxt tilayman. Allohim shularga chiroyli, yaxshi farzandlar bersin. Qaynota qaynasini Surayxonlarga hurmat Marhamat, mana shu yerda hurmatli insonlarimizni davraga taklif qilamiz. Mana shu yerda Oyatullohxon juda ham chiroyli she'r yozgan Obidjon siz uchun. Mana shu